Assalomu alaykum. Demak, bugun navbatdagi post yozish kerak edi, lekin post o'rniga video xabar bo'lyapti. Demak, hozir maqsad qo'yish haqida qisqacha gapiramiz. Ustozlardan eshitgandimki, maqsadingiz katta bo'lsa-da, unga erishishlikdan cho'chimangiz. Ya'ni ba'zida bizning hayollarimizga shunday narsalar keladi, ularga erishishlikdan qo'rqib qolamiz. Chunki biz hozirgi kundagi imkoniyatlarimizdan, qobiliyatlarimizdan, atrofdagi muhitdan kelib chiqqan holda harakat qilishga odatlanganmiz. Bizni hayolimizga kelgan ulkan maqsad esa bizga xuddi erishib bo'lmas, uzoqdagi olis bir narsadek ko'rinadi. Bu tabiiy hol, chunki inson borki cho'chiydi nimadandir. Nafsimiz bor, bizga har xil xavotirli, tashvishli xayollar keltiradi. Lekin shu vaqtda biz shu narsani o'ylashimiz kerakki, Alloh taolo bizga erishib bo'lmaydigan narsalarni xayol qildirmaydi. Demak, sizning hayolingizga kelgan ezgu niyat bor ekan, uni yozib qo'ying. Kerak bo'lsa, rasmlarini chiqarib osib qo'yishligingiz, ilib qo'yishingiz ham mumkin. Chunki u narsa sizning hayolingizga bekor kelmadi. Inshaalloh bir kun kelib unga erishishingiz mumkin, qachonki agar unga harakatni boshlasangiz. Ya'ni harakatsiz biz hech qanday narsaga erishib bo'lmaymiz, chunki bu dunyo sababiyat qonuniga ko'ra amal qiladi. Harakat qilibgina biz nimagadir erishsak bo'ladi. Misol tariqasida siz turibsiz yerda, yuqorida bir tog' cho'qqisini ko'rdingiz va unga erishishni niyat qildingiz, orzu qildingiz. Qachonki birinchi qadamni bossangiz, keyingi qadam ko'rinadi. Siz turgan joyingizda tog' cho'qqisiga eltadigan yo'lni butkul ko'ra olmasligingiz mumkin. Bu olisdir, yo'lda butalar, daraxtlar bordir, lekin qadam bosishingiz bilan keyingi qadamlar ko'rina boshlaydi. Xuddiki hayotda siz bir maqsad qo'yib, unga harakat qilishni boshlaganingizdan so'ng eshiklar ochila boshlagani singari yo'llar ochila boshlaydi. Xulosa qiladigan bo'lsak, katta maqsad qilishdan qo'rqmang, shunchaki unga erishish uchun harakatni boshlang. Ko'p hollarda yana bizga to'siq bo'ladigan narsa nima deyilsa, atrofdagi muhit, ayniqsa o'zimizning sharoitda negativ fikrlaydiganlar. Barcha joyda ham bo'ladi, nafaqat bizning xalq ichida, boshqa xalqlarda ham biz o'zimizning xalqimizda bo'lganimiz uchun shunday deb o'ylaymiz. Ya'ni negativ fikrli insonlar barcha joyda bor. Ularga siz o'z maqsadingizni aytganingizda ular ishonmasligi, ular ustingizdan kulishligi, sizga nisbatan bepisand munosabatda bo'lishligi mumkin. Shunday holatda nima qilish kerak? Ularga iloji bo'lsa maqsadingizni aytmang, yo bo'lmasam ma'lum bir qismini aytishingiz mumkin. O'zingizda immunitet hosil qilgan holda aytsangiz bo'ladi balkim. Ya'ni o'zingizga ishoning, Alloh taolodan so'rang, harakatni qiling, inshaalloh bir kun erishasiz. Siz ko'rib turgan bugungi kunda muvaffaqiyatga erishgan insonlarning hech qaysi biri o'z vaqtida bugungi kundagi darajasiga yetishligi balki ishonmagandir. Misol uchun o'zimizning buyuk bobokalonimiz Amir Temur hazratlarini oladigan bo'lsak, u kishi yoshlik, yigitlik chog'ida bir kun kelib butun bir imperiya qurishlikni balki xayoliga keltirmagandir. Balki o'sha vaqtda uni atrofdagi insonlar unga ishonmagandir. Lekin u harakatni to'xtatmadi, mehnatdan to'xtamadi, olg'a qadam bosishdan to'xtamadi va natijada bugungi kungacha nomi qoladigan darajadagi bir imperiyani qurib ketdi va bugungi kungacha biz u kishidan faxrlanib eslaymiz. Ya'ni siz ham agar o'sha buyuk maqsadingizga erishish uchun harakatni boshlasangiz, bir kun kelib inshaalloh erishasiz, lekin harakatni bugundan to'xtatib, yo bo'lmasam shunchaki loqaydlik bilan u maqsadni chetga surib qo'yadigan bo'lsangiz, bu narsaga erishib bo'lmaydi. Qisqacha shu. Barchaga rahmat eshitganingiz uchun. Maqsadni katta qiling, harakatni boshlang bugundan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.